mavzuyimizda kesim haqida gaplashamiz. Kesim gapning eng asosiy bo'laklaridan biri hisoblanadi. Chunki gapning o'zi asosiy belgisi bu hukm sanaladi. Hukmni chiqarib beruvchi bo'lak esa kesim sanaladi. Kesim ifodalanishiga ko'ra buni eslab qolishimiz kerak. Chunki testlarda doim bizdan ifodalanishiga ko'ra kesimning ikkita turi yoki bitta turi qatnashgan degan savollar tushadi. Demak, kesim ifodalanishiga ko'ra ikki turga bo'linadi. Ot kesim hamda fe'l kesim. Xo'p, fe'l kesimdan boshlaydigan bo'lsak, fe'l kesimni topish uchun fe'l kesim gapda har doim sof fe'l bilan ifodalanadi. Ya'ni sof fe'llar gapda fe'l kesim vazifasida keladi. Va mana shu joyda juda ko'p o'quvchilarda chalkashlik bo'ladi. Ya'ni fe'l bilan kesimni bitta narsa deb o'ylashadi. Yo'q, bu unday emas. Sababi sof fe'l gapda har doim kesim bo'lib keladi. Ya'ni fe'l kesim bo'lib keladi. Lekin bu degani kesim faqat sof fe'l bilan ifodalanadigan degani emas. Kesim xohlagan so'z turkumi bilan ifodalanishi mumkin. Ot, sifat, son, fe'l, ravish, olmos istagan so'z turkumimiz bilan ifodalanishi mumkin. Lekin fe'l kesim faqat sof fe'l bilan ifodalanadi. Bu degani fe'l faqat kesim degani emas. Lekin. Xo'p, demak, sof fe'l gapda har doim fe'l kesim vazifasida keladi va sof fe'l degani nima degani? Qaysi fe'l tarkibida zamon, shaxs, son yoki mayl qo'shimchalaridan biri bo'lsa, bu sof fe'l bo'ladi va u gapda har doim kesim bo'lib keladi. Asosan kesim gapning oxirida keladi, lekin gap bo'laklari o'rni almashganda boshiga yoki o'rtasiga o'tib qolishi ham mumkin. Masalan, u ertaga ketadi so'zida ketadi so'zi kesim bo'ladi, chunki uning tarkibida zamon turadi. Yoki yashasin mustaqil vatanda, endi bu yerda vatan emas, yashasin so'zi kesim bo'ladi. Sababi yashasin so'zida bu yerda sof fe'l mavjud. Keyingisi, to'rt narsani bu yerda menga oqillarcha o'ylayman. Bu yerda esa bu yerda so'zi kesim bo'lib keladi. Chunki bu yerda sof fe'l bilan ifodalanadi. Demak, gapda sof fe'l bor gapda har doim u gapning kesim vazifasida keladi. Keyingisi, ot kesim. Ot kesimchi. Ot kesim bo'lish uchun gapda ot kesim kelishi uchun gapda fe'l kesim bo'lmasi kerak. Ya'ni qachonki gapda fe'l kesim bo'lmasa, gapda oxirida kelib hukmni ifodalagan so'z ot kesim bo'ladi. Va ot kesim sof fe'ldan boshqa istalgan so'z turkumi bilan ifodalanishi mumkin. Ya'ni ot kesim degani faqat ot bilan ifodalanadi degan qarorga kelmasligimiz kerak. Ot, sifat, son, ravish, olmos, hattoki harakat nomi bilan ham ifodalanishi mumkin. Va u gapda oxirida keladi, hukmni ifodalashga xizmat qiladi. Boyagi kesim har doim hukmni ifodalaydi. Ana shu hukm chiqaruvchi so'z gapning kesimi hisoblanadi. Masalan, bizning guruhda hamma a'lochi. Bizning guruhda hamma deb turib a'lochi deb hukm chiqaradi. Sifat bilan ifodalanadi. Yoki men o'quvchiman, o'zimizga o'zimiz hukm chiqaryapmiz. O'quvchiman so'zi bu yerda kesim bo'ladi. Ot kesim ot so'z turkumi bilan ifodalanadi. Maqsadim o'qish deb maqsadingiz bilan hukm chiqaryapsiz. Harakat nomi bilan ifodalanadi. Demak, kesim ifodalanishiga ko'ra ikki xil bo'ladi. Ot kesim, fe'l kesim. Ona tili va adabiyot fanini tez va oson o'rganmoqchi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying hamda videoni do'stlaringizga ulashing.